Xitay Dövlət İşlər Kabinetinin axbarat işxanası 17 sentyabr günü Şinjanның əmgək işqə orunlaşdırış kapaleti namlıq bir aqtaşlıq kitab elan qildi. Bu kitabda Amerika hökuməti və Avropadakı bir qism dövlətlər Xitay hökumətini Uyğurlarni qul əmgəkiga silish bilan ayıblab tədbir qilinayotgan mezgilda e'lon qilinishi diqqat qo'zg'adi. Mazkur aqtaşlıq kitabda monolar deyilgan. Şinjan işqə orunlaşdırış bo'yicha tarbiyalash salmog'ini davomli oshirib, ishqə orunlaşdırış yo'llarini faol kengaytdi. 2014 yildan 2019 yilgacha Şinjanda har yilda o'tira hisob bilan 1.300.000 ga yaqin ishchi kasbiy tarbiyalashga qatnashtirildi. Chet eldagi kuzatuvchilar bo'lsa bu kitob orqali Xitoyning lagerlarga solangan kishilarning sonini o'z eg'izi bilan e'tirof qilganligini bildirdi. Washington shahridagi eng chong aqllar markazining biri bo'lgan Brookings instituti 14 sentyabr kuni Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish jarayoniga qarab chiqish asosiy mazmun qilingan maxsus doklad e'lon qildi. Mazkur dokladni Georgetown universitetining professori James Millward va tadqiqotchi Dalia Pearson birlikda tayyorlab chiqqan bo'lib, dokladda Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan mustamlakachilik hukmronligining tadrijiy yuqori pallaga chiqishi hamda Uyg'urlarga berilgan avtonomiya haqlarini majburiy assimilyatsiya orqali yo'qotish urinishining umumiy ahvoli eslab o'tiladi deyildi. Dokladda Xitoy hukumatining dunyoviy miqyosidagi terrorlikqa qarshi urush bahonasida Uyg'urlarning zulmga qarshi barliq harakatlarini terrorlikqa bog'lab kelganligi, 2016 yildan boshlangan zo'r tutqundan keyin bo'lsa, zo'r ko'lamlik nazorat, lagerlar, menga yuyish, oila judoligi, tug'ut cheklamasi va majburiy emgak qatorliq bir qator qabih choralar orqali Uyg'urlar bilan Xitoy o'lkalarini bir-biriga bog'lab, gulag sistemasini qurib chiqqanligi bayon qilinadi. Dokladda ko'rsatilishicha, yuzlagan va minglagan Xitoy shirkatlari bu qitimqi zo'r ko'lamlik zulm va bostirishda Xitoy soqchi sistemasiga yaqindan yordamlashish orqali g'oyat zo'r darajada beyg'on. Ana shu xil reallikni ko'zda tutgan Amerika hukumati orqama-orqadan bir qator Xitoy shirkatlari va muassasalarini qora tizimlikka olgan. Növbətdə həm müəyyən sondagi g'arb shirkatlari yana Xitoy hukumatining mushu xil zulmga bevosita yoki vositalik holda sherik bo'lg'uchi bir qator texnikalarni Xitoyga yetkazib berayotgan bo'lib, bu jihatdagi jamoat fikrini ulg'aytirish hozir to'liq jiddiy va muhim vazifalar ekan. Shundoq bo'lganligi uchun doklad g'arb dunyosidagi kishilarning bu masalaga bo'lgan diqqatini qo'zg'ash maqsadida tayyorlangan ekan. Finlandiyada yaşaydigan Uyg'urlar har juma kuni tushdan keyin soat 4 dan 6 gacha poytaxt Helsinkida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish o'tkazmoqda. Helsinkidagi markaziy poyezd stansiyasining oldida o'tkazilgan namoyish bargan sari texnik ko'p kishilarni jalb qilmoqda. Faoliyatni ziyorat qiluvchilardan biri bo'lgan Finlandiya parlament a'zosi Uyg'urlar uchirgan zulmni parlamentda o'tirg'a qo'yishga va'da berdi. Yana bir tarafdan Gollandiyada yaşaydigan Abdurrahim G'ani Uyg'ur 3 yildan buyon Amsterdam Dam maydonida Xitoyning ziyonkashliklariga qarshi yolg'iz kishilik namoyish qilib kelmoqda. Hollywoodning danglik film ishlaguvchisi Jod Apatow o'zining shaxsiy Twitter hisobida yig'ilish lagerlarida tutilgan Uyg'urlar haqida bir uchur ham baharladi. Uchurni millionlagan Uyg'urlar Xitoyning jazo lagerlarida asir qilinmoqda deb boshlagan Jod Apatow, Disney bilan Olmaning lagerdagi begunoh kishilar haqida paranglashadigan vaqti keldi dedi. O yana 9 ayning 14 kuni MSNBC televiziyasining ziyoratini qabul qilganda jazo lagerlari va Xitoyning Hollywoodga qanday ta'sir ko'rsatganligi, bu orqali Amerikaning kinolari va fikr erkinligiga ta'sir ko'rsatganligi haqida to'xtaldi. Amerikaning iqtisodiy eshish, energiya va muhit ishlariga mas'ul muavin davlat ishlari kotibi Ket Kerashning Tayvanga qilgan ziyarati jarayonida Xitoy Tayvan bo'g'oziga yaqin joyda harbiy manevr boshladi. BBC'ning xabar qilishicha, Xitoy davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi Ren Guqiang muxbirlarni kutib olish yig'inida manevr haqida to'xtaldi. Ren mundaq dedi: Xalq ozodlik armiyasi bu rayondagi taraqqiyotlarga qarata Tayvan bo'g'oziga yaqin joyda 3 kunlik harbiy manevrni boshladi. Manevrning zarurligini ifodalagandirin, armiyaning Xitoyning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dash uchun bu yo'linishga qarab qadam tashlaganligini tilga oldi.
Рен Америка әмәлдарларының Тәйвән зияретini tilga olmagan bolsa-mu, Amerika va Tayvanni til biriktirishni teziltib, doim qilayimqonchilik keltirib chiqardi deb aybladi. Kate Crash ziyarati jarayonida Tayvan rahbari Tsai Ing-wen va boshqa amaldorlar bilan ko'rishdi. Bugun u Tayvanning sobiq rahbari Li Tenghuini xotirlash marosimiga qatnashdi.